UZB Report kanali uchun maxsus tarjima qilindi. Ushbu video Moro Productions tomonidan yaratildi va UzReport kanaliga joylandi. Ogohlantiraman, ushbu videoda personajlar har xil turdagi o'yinlardan olingan va bu yerda ular qolib ketishgan. Yaxshilab o'rdash bo'lgan bo'lsanglar boshladik. Mana demak nima ekan? Altinusning xotingni menga yubordi. Yaxshi, lekin men bu tuynukdan yomon narsani sezyapman. Qo'y ulkan birodar, menga qara. Esa qirilmaganing uchun hayron qoldim. Freeze, Undertale o'yinidan. Biratlar, o'zi savolim borda, bu o'ladimi o'zi? Kommentga yozamiz. Bu umuman bema'ni ish, notanish. Bular juda ko'p, bularga kuchimiz yetmaydi. Qo'ysang-chi, hozirgina keldim-ku, axir. Chekinishimni xohlayapsanmi? Ketaversang-chi. Chekinish hozir o'lishdan yaxshiroq. Meni qo'yib yubor, ko'zimni yumib ham yutaman ularni. Hozir ahmoqlik uchun vaqt yo'q, sehrli piyola. Mening ismim Chashkabosh. Bu gapirishingni ikkalamiz kelishib ketamiz. Sen shunchaki menga xalaqit berasan. Avvalgi tartibga qayting. Ularni barini yig'ish kerak.
Ritsar, Holovkini ayt o'ynidan. Agar xalaqit bermaganingda o'zim hammasini bitarardim. Agar jang qilganimizda ular edik, ikkalamiz ularga qarshi chiqa olmasdik, ular ko'p. Bu matchiga Ahmoq, qara, ikkita yaxshi jangchi yomonlarga qarshi aniq biz yutar edik. sening gaping mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Ha, keyin sen gaplaring ham menga qizig'i yo'q. Senga aytishga oson, chunki ulardan kuchli raqiblarni ko'rmagansan va ular bilan jang qila olmasding. Men senga, to'xtangchi, men seni nimaga yaxshi deb o'ylayapman? Men seni qutqardim-ku. Albatta, keyin meni yana o'zing o'ldirish uchunmi? Ha mayli, men seni tushunaman. Qarshingdan chiqqan qurolli kishi seni qutqardi va sen unga ishonmaysan. Agar seni o'ldirmoqchi bo'lganimda allaqachon o'lgan bo'larding. Qoyil, sen shunchalik zo'rmisan? Meni allaqachon o'ldirgan bo'larmiding? Noto'g'ri tushunding piyola. Chashka bosh. Do'stim, hozir urushimizdan naf yo'q. Ha, endi men senga shuncha gapingdan so'ng ishonaman. Demak men bilan urushasan. Ha, va bu jangda sen mendan rahm so'raysan. Sen mendan istagancha shubhalanishing mumkin, lekin men seni qutqardim va ritsarlik va'damda turdim. Qimirlama. Demak men senga yordam berganim yomon bo'lsa, unda sen bilan jang qilaman notanish. Mening ismim Chashkabosh. Nahotki buni eslab qolish qiyin bo'lsa. Ha shunaqa. Bo'ldi urishamiz. Qani tashlan ahmoq. Ahmoq. Sehrli piyola. Mening ismim Chashkabosh. Madlin. Qanaqa o'yinligini bilmayman. Menda juda ko'p savollar bor. Oh, salom. Sen meni qo'rqitib yubording. Bu yerdan ketish uchun nima qilish kerakligini bilmaysanmi? Qo'y, o'zingni bos. Men shunchaki sendan yo'lni so'ragandim-ku axir. Balki pichoqni tashlarsan. Bilasanmi nima? Men ketdim. Uni shunchaki bu yerdan ketishini juda oshirib yubormadikmikan? Bilmadim. Bilmadim Merlin, men ham bu yerni ko'rmaganman. Lekin boyagi bu yerdan chiqishni bilarmidi? Lekin pichoq bilan qo'llaganini hali ham unutolmayapman. Sen menimcha shunchaki yurganing ma'qul. Keyin bu yerdan chiqish yo'lini eshityapsanmi? Nimani? Men seni yutdim Chashka. Jang tugadi. Qanaqasiga, axir men tugatmadim-ku. Bu ahvolingda jang qilish noto'g'ri.
Lekin bu to'g'ri. Lekin meni o'ldirishdan oldin meni ukam mag'ziga oynani men sindirganimni aytib qo'y. Nima? Shunchaki meni ukam o'zini ahmoqona o'yinchog'ini mendan qizg'anib, chashkabosh hozir meni egalim deb keldi. Keyin men uni aldab, u senda, uni oxirgi marta senda ko'rgandim. Bilmadim, qanday qilib senda bo'lib qoldi, lekin hoy, nima qilding? Aytganimdek, agar o'ldirmoqchi bo'lsam, o'ldirar edim. Nahotki raqibga rahm qilish kerak bo'lsa? O'sha qariya Magzin. Kechirasan. Menga e'tibor berma. Sening tuyg'ung xuddi menikidek. Sen oilang uchun, men esa do'stlarim uchun harakat qilyapman. Men shu bilan o'zimga kuch olaman. Sen esa qariya Magzindan. O'zi sen nima uchun buncha kulasan? Sen buni tushunmaysan. Sen o'zi qanday qilib buncha usullarni va bakabanglarni qanday o'rgangansan? Ha, yosh chashkabosh. Buyuk ritsar o'z sirini aytmaydi. Lekin sehrgarlar bunday emasmi? Hazillashdim, ritsarning siri bo'lmaydi. Menga bunday bakabanglarni o'rganishimda mana bu sehrli lapatga yordam bergan. Oyil, bu lapatka zo'r narsa ekan. Menga faqatgina lapatka emas, yoshligimda ritsarlikka qiziqishim va o'zligimga intilishim ham yordam bergan. Rostini aytsam, bizda lapatka faqatgina sabzavotlarni olishda, chuqur qazishda kerak bo'ladi. Endi tezroq yura qolaylik. Nimanidir noto'g'ri aytdimmi? Bo'la qol, sen oilangga keraksan va yana qariya Magzinga ham. Qirollar haqqi, nega ha deb kulib yurasan? Sen uni ismini emas, laqabini aytganmiding? Robotlar avvalgi holatga qaytilsin. Qaytaraman, barcha o'tga qaytsin. Yo'q. Kechirasiz. Biz senga hech narsa qilmaymiz, shunchaki bu yerdan ketmoqchimiz. Mening energiyam juda kam. Sizlar ortga qaytishingiz uchun siz Ehtiyot bo'l. Yaxshimisan? Davomi bor. Ovoz berdim. Men Dream, tarjimon, o'zi bir report. Kamchiliklar bor, yo'q emas. Kommentariyaga yozib ketamiz. Keyingi qism albatta chiqadi, kutinglar.
Shu kecha kelgan bo'lsanglar, menga o'xshab jinni ekansizlar.